100% javob beraman. Har bitta sinfda 3 ta 4 ta ish qilmaydigan, to'ylarda ham xizmat qilmaydigan, o'zicha shushtirik ayyor bolalar bo'ladi. Bilasizlar, ular to'y kuni nima qiladi? Ertalab nahorga osh paytda, ana abdastada suv to'ldirib olib, yelkasiga chachaq tashab olib, chollar kelayotgan bo'lsa qo'liga suv quyib turadi, ish qilayotganga o'xshab ko'rinay deb turib. Keyin powerni oldiga borib olib, chinini ushlab olib, ovqat qo'ysa mastavaga chini uzatib turadi, oshga tovoq uzatib turadi. Ko'katni olib, bunaqa mastavanasiga ko'kat sepib, mana qoshiqda qatiq olib, masalanasiga qatiq qo'yib turadi. Yo bo'lmasa ana chaynaklarni ochib ichiga qora choy, ko'k choy solib turadi. Ular hayotida manaqa oyog'iga tizzasiga g'o'zapani urib sindirib, o'tin olib kelib, o'tin solib, mastava toshib, osh toshib ish qilmaydi ular. Bunaqa ish qilganga o'xshab, o'sha qilib, xitrlik qilib turishadi u bolalar. To'yda kulminatsiyasi bor, bilasizlarmi? Tog'a aytadi: "Ey, xizmat qilganlar, hamma kuzadi, o'zinglar qozon boshlanglar, ovqatlanib olinglar", deydi-yu. Shunda chinini ko'tarib qozon boshiga borganingizda, hali xizmat qilmagan mana ko'kat sepib, mana chini ushlab turgan bolalar kapkilda olib o'ziga o'zi ovqat qo'yayotgan bo'ladi. O'ziga o'zi go'shtlar terib, birinchi go'sht solib, tovoqqa atrofiga guruch chachib, ustiga nonni bosib, uydagilarga ham tashab keladi. Ko'chada ko'rganlar bir bo'lsa, "Mana shu bolalar xizmat qilib shekilli"da deydi-da. Sizlarda ham bor shunaqalar, ashaga tashab qo'yinglar.